aziz onajonlar, mehr va vatanimizning kelajak egalari, ilmga chanqoq bolajonlarimiz, bugungi kun ushbu bilim dargohimizga, jonajon maktabimizga barchangizni quchoq ochib chorladik. Alifbek bilan xayrlashib, bilim olamiga qadam qo'ymoqdamiz. Bugungi kun buni kattagina sababi bor. 4 oygina oldin maktabimiz ostonasiga qadam qo'ygan jajji bolajonlarimiz bugun esa o'zlarining eng ajoyib bayramlarini yurakda hayajon bilan boshlash arafasida turishdi. Aziz bolajonlar, sizga bilim berib, o'qish yozishni o'rgatgan, chin yuragidan halol mehnat qilgan aziz ustozimizga, Qahhor va Dilnozaxon ustozga chin dildan rahmat aytamiz. Marhamat, endi bolajonlarimizni davramizga taklif etamiz. Endi bolajonlarimiz, biz bu yerdagi mehmonlarga nima deymiz? Assalomu alaykum. Ozodlik nishoni, hurlik kuyisan. Har o'zbek jonidan suygan kuyisan. Shuhrati porlagan, dunyo tanigan jonlarga oromdir mening madhiyam deya. Rahmat bolajonlar, sizlar joylaringizni egallab o'tirib olasiz. Endi navbatni 21-maktab direktori Dilnozaxon oya Ibragimovga beramiz. Marhamat oya, navbat sizga.
Assalomu alaykum hurmatli bolajonlarim. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Avvalambor maktabimizga xush kelibsizlar. Xo'p, mana ko'pincha yaqindagina shu bolajonlarimizni 1-sinfga mana shu maktabimizga qadam qo'yganlarini nishonlab, birinchi qo'ng'iroqni nishonlagandik. Mana hop, ustozlarini sharofati bilan, ustozlarning yordami bilan mana endi hop alif bularni o'qish savodxonlarini tugatib, harflarni tugatib, savodxonlik bayramini nishonlashga hammamiz yig'ilib turibmiz. Shu fursatdan foydalanib, avvalambor bolajonlarim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mana shu hayot yo'llarida hech qachon qoqilmanglar. Yaxshi o'qinglar. Mana shu ota-onalaringni doimo yuzlarini yorug' qilinglar. Iloyim kamida mana shu tumanimizga hokimlar chiqsin mana shu bolajonlarimiz ichidan. Mana shu biz maktabda o'quvchilarimiz, biz maktabda bilim bergan ustozlarga rahmat degan duolarni eshitib turaylik. Ota-onalariga rahmat degan duolarni eshitib turaylik shu bolajonlarimiz orqasidan. Yana bir bor kelib turgan 2026-yil yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yangi yilda barchangizga yangi orzular, umidlar, nima niyat qilgan bo'lsangiz hammasiga yetishingizni tilayman. Allohim yurtimizni tinch qilsin. Mana shunday tinchlik bor joyda, tinchlik bor joy va tinchlik vatanimizda, tinchlik hukm surgan vatanimizda hamma narsa yarashadi. Bolajonlarimizni shirin kulgulari hammasi yarashadi. Prezidentimizga ham rahmat. Mana shunday hamma narsani o'rnida qo'yib, hamma yoqda nazoratga olib, tinchlikni nazorat qilib turganlari uchun yana bir bor xush kelibsizlar. Bugungi tadbirimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Bolajonlarimizga omad tilaymiz. Rahmat oya, sizning ishlaringizda ulkan zafarlar tilaymiz. Juda chiroyli so'zlar aytdingiz. Rahmat oya sizga. Vatan bu biz tug'ilib o'sgan tuproq. U bizni bag'riga bosgan ona kabi azizdir. Endigi navbatni bolajonlarimizdan ifodali she'rlarga beramiz. Davramizga marhamat. Azizbek, E'zoza, Lazbek, Fatima, Madina bonular. Bo'lsin doim osuda, ona zamin albatta, osmon bo'lsin musaffo, biz sevgan ona yurtda. Farzandimga jon fido qilib, tinchimiz aslo bardam salomat bo'ling ota-onam doim. Bilimlar mamlakatim, makon aylagan bizni, ta'zimu rahmat deyman sizday aziz ustozga. Qo'limizda bor kitob, yuzimiz go'yo oftob, bizni doim bezaydi go'zal huk yoshi odob. Yosh olarni o'ylagan, baxtimizni so'ylagan, sog' omon bo'lsin boshi rahmatga yurtboshi. Rahmat bolajonlar, juda chiroyli she'rlar uchun joylarimizni egallab olamiz, ha? Rahmat. Oppoq yog'ar qor. Qish fasli juda go'zal. Bolalar quvonch bilan o'ynab kular har qachon deya. Bolajonlar, davramizda kim yetishmayapti bizdan? Kim yetishmayapti? Biz endi Qorboboni taklif etaylikmi? Unda nima qilamiz? Chaqiramizmi? Qani birgalikda chaqiramiz bolajonlar. Qorbobojon, bizning davramizga xush kelibsiz. Qayerdan topib oldingiz bu yerni? Salom bolajonlar. Hammangiz yaxshimisizlar? Men uzoq o'rmonlardan ustozlaring taklif qilgani uchun sizlarni bayramlaringni tomosha qilgani keldim. Davrangizdan joy berasizlarmi? Hammalaring harfni o'rgandilaringmi? Barakalla. Rahmat bobojon. Hozir bolajonlarimizni
shirindan shakar she'rlari va o'zlarini quvnoq raqslari bilan sizni xushnud qilishadi. Bobojon, charchagansiz, joyingizni borib egallab olasiz. O'quvchilarimizdan ajoyib raqs tomosha qilamiz. Marhamat bolajonlar. bolajonlar. Ozgina tanaffusimizdan o'tib ketib qoldi. Mana bularni chiroyli raqs ijro etishganda sizlarning raqsingiz barchamizga yaxshi kayfiyat ulashdi bolajonlar. Rahmat barchangizga. Endi bolajonlarimizdan ajoyib qish haqida she'rlar eshitamiz. Mustafa Muhammadali Ibrohim Erkinboylar, marhamat davra sizga. Osmon qorni eladi, yerni oqqa beradi, xuddi yumshoq farto'shakni molagin keladi. Qor yog'ar, qor yog'ar, to'lib dala qor yog'ar, boshimizdan sochqilib oqmar dur yog'ar. Qor yog'di gupillatib, qor buva taqillatib kirib keldi maktabga, soqolini selkillatib, qirlar ustida sirpanchiq yerib kanka ichamiz, jahli chiqsaq sho'payimizni qotamiz. Qor to'plani otamiz, rosa qilib qotam, pisand qilmay elni rosa qilib qotam, qor yog'ar, zor yog'ar, xo'p quvnatib dillarni zavqimizga jo'r yog'ar. Xo'p malak otamiz, jo'xa qorga botamiz, qiziqib jo'shar jondanda, kim deydi so'q otamiz,
yaxshi. Oppoq qar kumush yaxshi. Bir-biriga qarab qo'yish. Barakalla bolajonlar, joylarimizni egallab olamiz. Qo'noq va iqtidorli bo'lib yuringlar. Barakalla bolajonlar, juda ham chiroyli. Musaffo osmonimizda yulduzlari porlagan kabi kelajak bo'lgan farzandlarimiz, bolajonlar ham porlasin. Endi esa go'zal qizlar ijrosida yulduzlar raqsiga beramiz. Marhamat. Chiroyli o'ynadingiz. Barchamiz sizlarni ko'rib, yoshligimiz esimizga tushib ketdi. Endi sahnamizga hozir sizlar uchun bolajonlar tomonidan tayyorlangan ajoyib sahna ko'rinishga beramiz. Marhamat bolajonlar. Albahojon, zerikib qolmayapsizmi? Xursandmisiz? Juda chiroyli raqslar bo'lyapti, juda chiroyli she'rlar ifodali. Birinchi sinflardan shundayni kutganmidingiz? Bunaqa darajada bular bilmaydi deb o'yladingizmi? Hozir bu bolajonlarni ko'rib, juda ham yoshligim esimga tushib ketdi. Men o'ylagandan ham yuqori cho'qqalarga chiqishibdi. Rahmat bolajonlar. Rahmat bobojon. Sizga ham ishlaringizda omad tilaymiz. Endi sahna ko'rinishimizga bolajonlarimiz tayyor bo'lgan bo'lsa, chiqinglar bolajonlar. Buyurun, yangi tortlarim kuyib ketyapti. Yangi tortlarim kuyib ketadi. Nima qilsam shuna? Ovsinlarimni chaqiraman. Ovsinlarim! Yangi hamma o'z onasinikidan kutib oladi. Onasi yo'qmi? Otasi bor.
Otasi yo'q bo'lsa-chi? Buni qo'shlar bor. Ha, bu ham to'g'ri. Shu xonadonga tushganimga 15 yil bo'ldi. 8-mart Navro'z bayrami, Hayit bayrami ernikida kutib olish shartmi? Faqat yangi ayollarga emas, erkaklarga mashat bo'lsa bo'ldi, biz yerdan chiqqan qo'ziqorinmi? Osinjonlar, men bir yangilik eshitdim. İtalyaliklar yangi yilni mana bunday kutib olishar ekan. Ha. Kunma. Ana bu qaynonam eshitsa qiqildog'ingni uzib oladi. Bunday dema. Ana bu qaynonam eshitsa naq kallang ketadi, uydan haydab yuboradi. İtalyaliklar yangi yilda shar-shariga borib ko'milib kutib olishadi. Nima? Gunohlar to'kilishi uchun. Meni ham o'sha shar-shariga borib ko'milgim kelyapti. Sen o'sha shar-sharlarning tagida bir umr cho'milsang ham gunohlaring to'kilmaydi. Qaynonang bilan shar-sharlarning tagida cho'milsang ham gunohlaring to'kilmaydi. Shar-sharlarning tagiga uycha qurib bersa ham sen gunohlaring to'kilmaydi. Osinjon, sizning gunohlaringiz to'kilmaydi, chunki tovonlaringiz yonib ketgan. Ha. İtalyaliklar yangi yil kutib olishi menga yoqdi. Chunki eski buyumlarimni derazadan uloqtirishar ekan. Agar bizda ham shunday bo'lganda, aniq men birinchi erimni uloqtirardim derazadan. Jonimga tegib ketdi. Hamma bir xil basharalar. Yilda shunday bayram kutib olamiz. Osinjonlar, yangi yilda urushmasdan kutib olaylik. Chiroyli bo'lib. Kelyapti. Hamma o'zini ishtirib olsin, qaynamiz kelyapti. Hammasi o'zini ishga solganda ko'rsatadi o'zini. İtalyaliklar yangi yilni qanday kutib olishar ekan? İtalyaliklarchi. Oyijon, shu yangi yilda onamiznikida kutib olsak maylimi? Necha yil bo'ldi kelin bo'lganga? 15 yil. 15 yil deganda kelinim metro chiqib qoldi. Yana qani bularni gapiramiz. Oyijon, shu yangi yil onamiznikida kutib olsak maylimi? Necha yil bo'ldi kelin bo'lganga? 10 yil. 10 yil deganda kelinim metro chiqib qoldi. Men nabiralarimni, kelinlarimni, o'g'illarimni, qizlarimni olib Italiyaga ketmoqchi edim. Oyijon, 3-4 yanvar oyimiznikiga boraveramiz. Bizni kechiring. Hop. Tomoshabinlar, sizlar ham yuringlar Italiyaga.
oz bo'lsa-da sahna ko'rinishini o'rgatdik. Yil gaplari esdan ham chiqib qolyapti. Bu yerda o'quvchilarni endi esa davramizga o'quvchilarimizni, jajji bolajonlarimizni taklif etamiz. Sizlarga bu yerda vals raqslarni tushib berishadi. Marhamat. Rahmat bolajonlar, chiroyli raqslar uchun hammamizni xursand etdingiz. Endi navbatni ustozlarni madh etuvchi she'rlarga beramiz. Marhamat, Elizoza ham Azizbek. Ustozim bor mehribon, boshimizda soyabon, o'zi juda talabchan, bo'lsin doim sog' omon. Ustozim yuzga kirsin, darvozalar sursin, hassaga suyanmasin, bizga suyanib yursin. Barakalloh. Mehring sizlar ochmish hayot ko'zini, madh etmoqda shaydir bugun ovozim. Sizni o'xshataman quyosh yuziga, oddiy muallimim, aziz ustozim. Barakalloh. Rahmat bolajonlar, sizlarning ijodingizga ijod qo'shilsin deya hozir sahnamizda chaqqon, sho'x, shijoatli yurtimiz faxri endi yigitlar raqsiga beramiz. Marhamat bolajonlar, yigitlar raqsi.
Rahmat bolajonlar, yuragingizdagi shunday o'chmas cho'g' har doim urib tursin. Iloh. Rahmat bolajonlar barchangizga. Endi bolajonlarimizdan 7 yil chaqqon yigitlarimizdan topqirligini sinab ko'rish uchun tez aytish bo'yicha birlashadi. Bolajonlarimiz bu yerda tez aytish bilan birlashadi. Tongi toza havo, tanaga koni davo. Qani sanab turamiz a? Tong toza havo, tanaga koni davo. 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 Tangi taza hawatan engkando, 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 tangi taza hawatan Barakalla bolajonlar, Azbek 5 ta aytdi, Mustafa 7 ta, Nuriddin 6 ta, Sardorbek ham 6 ta. G'olib kim ekan? Azbek qarsak chalib qo'yamiz. Mustafa, Azbek 5 ta aytdi. Barakalla Mustafa. Bolajonlar, joylarimizni egallab olamiz ya. Yangi yil, yangi quvonch, yangi orzular va yangi umidlar olib kelsin. Endi bolajonlarimizdan yangi yil she'rlarini eshitamiz. Zuhraxon Nuriddin. Yurtimizdagi yil bugun kunlar har bir antamizning yulduzi yanar kecha kunduzi. Yayal yanar archamiz o'yin kulgu avjida qor bobamiz davrada yangi yilning basmida. Yangi yil kutmoqlik ezgulik tilak ulug' aks sanalar har xonadonda shodon chehralarda gul ochar hamda orzular mazmuni tinchlik omonlik. Barakalla bolajonlar, chiqishingiz ko'nglimizni tog'dek ko'tardi. Endi navbatimizni bolajonlarimiz she'r va raqslarda emas, balki o'yinlarda ham faoldirlar. Endi navbatni stol o'yiniga beramiz. Bolajonlarimizni taklif etamiz stol o'yiniga. Aylanib o'ynaymiz bolajonlar, hamma raqsga. Qo'lni ko'taramiz baland-baland. O'quvchilar, bir-birimiz bilan tortishmaymiz, talashmaymiz bu yerda. Qo'llarimizni balandga ko'taramiz o'quvchilar.
qoldi. Marhamat, astoydil bo'ling. Boshlaylik. Barakalla, Nuriddin g'olib bo'ldi. Qarsak chalamiz o'quvchilar. Barakalla bolajonlar, bu yerda o'quvchilarimiz juda ham chiroyli ishtirok etishdi. Endi o'quvchilarimizdan, bolajonlarimizdan ko'zni bog'lab o'yinchoq yig'ish, epchil va chopqon bolajonlarimizni davramizga taklif etamiz. Endi bolajonlarimizni ko'zlarini mahkam qilib bog'lab qo'yishdi. O'yinchoq qaysi tomonda turganini bilasizlar, bolajonlar? Endi biz faqatgina ko'zimiz bilan ko'rib emas, ko'zimizni yumgan holda qo'llarimiz bilan paypaslab topib o'yinchoqlarni yig'ib olamiz. Kim nechta yig'sa, o'sha g'olib bo'ladi. Kim ko'p yig'sa. Marhamat bolajonlar. Boshla. O'rnimizdan turamiz, qo'limizda yiqqan o'yinchoqlarni biz bilan. Kimning? Keling, ko'zini oching. Endi bu yerda yiqqan o'quvchimiz ham bor, yig'olmaganlar ham bor. Chunki ko'zlari bog'lab, ular hali narsa terishib ko'rishmagan. Yonimga keling o'quvchilar, yonimga keling. Yonimga keling. Endi birgalikda mana bu yerga qator bo'lib turib olamiz. Boshladik. Farangizxonning o'yinchoqlarini sanaymiz o'quvchilar. Bittadan qani? 1 2 3 4 5 6 ta o'yinchoq yig'ib oliblar. Qarsak chalamiz. Hop, endi Fatimaxonnikini 1 2 3 4 ta yig'ib olibdilar. Marjonaxon esa bitta kattagina chiroyli toshbaqani yig'ib olibdilar. Zuhraxon ham xuddi shunday bir dona o'yinchoq yig'ibdilar. Muniraxon esa 1 2 o'yinchoq yig'ibdilar. 1 2 bunga o'yinchoq tastabman. 2 o'yinchoq yig'ibdi bu qizimiz ham 1 2 3 bu qizimiz ham 2 ta. Keyingi qizimizda yo'q. Endi bu yerda g'olib kim o'z-o'zidan? Farangizxonga qarsak chalib qo'yamiz. İşte, barakalla o'quvchilar. Joylarimizni egallab olamiz. Qorbobo sovg'asini ham oldilar mana. Endi bu yerda shar yorish. O'quvchilar, shartimizga rioya qilamiz. O'zimiz pudab yubormaymiz. Lazizbek, pudab yubormaymiz. Kimni pufagi birinchi yollasa, bu yerda allamasdan, chimchilamasdan pufaklarni yorsangiz, o'z kuchingiz bilan o'shani keyin birinchi o'ringa qo'yamiz o'quvchilar. Qani boshladik. Qo'llab turamiz, boshladik o'quvchilar. Astoydil qilamiz, boshladik o'quvchilar, ha? Barakalla Nuriddin, Lazizbek, barakalla. Barakalla Mustafa. Barakalla.
qo'shnilar juda ham yepchil, chaqqon ekansizlar. Endi joylarimizni chiroyli qilib egallab o'tirib olamiz, o'quvchilar. Juda chiroyli, yepchil, chaqqonsiz. Endi bu yerda pufak yorishni Nuriddin g'olib bo'ldi, qarsak chalamiz, o'quvchilar. Barakalla Nuriddin. Qorbobo sovg'asini olib oldingizmi? Vatan. Vatan ona tuprog'imiz, mehrli quchog'imiz. Har bir qadamimiz vatanimiz kelajagi uchundir. Endi bolajonlarimiz ijrosida vatan qo'shig'i yangraydi. Marhamat bolajonlar. Bolajonlar, chiroyli bo'lib turib olamiz vatan qo'shig'iga. Endi yigitlarimiz orqaga tursin, qasamyodlarimizni aytib olamiz. Yigitlarimiz alohida orqaga turib oling. Babalardek aql bo'lishga. Yurtboshimday yurtday sevishga. Vatanimni ko'zday saqlashga. Xalq ishonch dildan oqlashga. Ustozlar egidim dildan oqlashga. Yaxshi yomon ishning bilma. Adayatga kerak bo'lishga. Doim ulug' ishlar qilishga. Onasidan dildan oqlashga. Kerak bo'lsa jonim berishga. Qasam yod qilamiz. Qasam yod qilamiz. Qasam yod qilamiz. Barakalla bolajonlar, sizlar aytgan qasamyod qalbimizdagi poklik niyatlarini ifodalaydi. Shu va'dalarga doim sodiq bo'lib yuringlar deya, endi qo'shiq yangraydi. Vatan qo'shig'i yangraydi. O'quvchilar, hammamiz tayyor bo'lamiz. Rahmat bolajonlar, juda ham chiroyli qo'shiq bo'ldi. Juda chiroyli ijro etdingiz, barakalla. Juda xursand bo'ldik sizlarni ko'rib. Barakalla bolajonlar. Ona bu buyuk zot, hayotimiz quyoshi, tuganmas mehr manbaidir. Eng mehribonim onam, yaxshi insonim onam. Ikki ko'zimning nuri, yuragimning huzuri.
deya onalarimizning madh etuvchi she'rlarga beramiz. Marhamat. Muniraxon Azbek Mustafolarga beramiz. Ro'mollari boshlarida, qalin o'sma qoshlarida, yashar aziz yoshlarida, onajonim jonim onam, uyimizning fayz o'zi, dardga davo aytar so'zi, bizni ko'rib qunar ko'zi, onajonim jonim onam. Farishtadek nurlar sochib, duo qilar qo'lin ochib, siz bor tashvish ketar qochib, onajonim jonim onam, yoshingizga qo'shilsin yosh, bizlarga bo'lib yuring bosh. Meni ulg'ay turgan naqqosh, onajonim jonim onam, mushtoqman sizlarga, yuzim qo'yay izlarga, izoh o'g'il qizlarga, onajonim jonim onam. Kulishlari chiroyli onam, tabassumning a'losinda, butun olam ma'nosida, dardlarimning davosida. Kulishlari chiroyli onam, asram mening jonginasida, mehr oqar qonginasida, kutib eshik yonginasida, turishlari chiroyli onam. Barakalla bolajonlar, sizlarga onalaringizga bo'lgan cheksiz mehringiz she'rlaringizda ifoda etib turibdi. Barakalla. Hammani onasi bor. Onalarning umri uzoq bo'lsin ilohim. Onajonlarimiz hech qachon dard chekishmasin. Doim yonimizda hamroh bo'lib yursin deya, endi bolajonlarimizni onajonlarimiz haqida qo'shiqqa beramiz. Marhamat bolajonlar. Dardlaringiz to'kib sochingga yasindi, amallarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni hadya et qarang taqdir, yaxshi kunlar yaqin kelib qolganlar. Ko'zlarimiz dardli yoshga to'lgan edi, dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi. Yurak sho'rlik barchasiga ko'ngan edi, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldilar. Borligingiz ona, hammasi sizni duoingiz ona. Baxtimga bunday xasta bo'lmang ona. Armonlarni eshigida zorlanishlar, muammoni girdobida xo'rlanishlar. Ko'rib qo'ysin ko'ksim tutgan shu tanishlar, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldilar. Ko'kni tutib ketar edi nidoyingiz, ajinlarga yashiringan chiroyingiz. İcabatan topib barcha duoyingiz, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldilar.
Sizga o'g'il qizlaringiz yaxshi kunlar mana keldi onam hammasi borligingiz ona hammasi sizni duoyingiz ona baxtimga omon bo'ling xasta bo'lmang onam Rahmat bolajonlar, onajonlar hech qachon xasta bo'lishmasin. Ona bor, hayot bor. Barakalla bolajonlar, hammamizni qalbimizni titratadigan qo'shiqlaring uchun juda chiroyli ishtirok etdingiz, barakalla. Endi bolajonlarimizdan sizni ozgina bo'lsa-da ko'nglingizni ranjitib qo'ymadik onajonlar. Endi raqamlar qo'shig'iga beramiz. Ezaxonning vatan haqida she'rlari bor, eshitib olamiz. Vatan tug'ilib o'sgan yurtim O'zbekistonim, sen juda ham go'zalsan, sen mehribonim, sen haqingda chin dildan qo'shiq kuylagim kelar, sen qanday ulug' yurtligingni barchaga aytgim keladi. Sportchimiz bardammiz, g'oliblarga hamdamiz, sog' Qur'on avvoda, har ishda peshqanotmiz, musofo osmonimiz, hurvatan posponimiz, doim gullab yashnasin shu aziz bo'stonimiz. Sergahmiz, hushyormiz, yurt ishiga tayyormiz, har bir ishda madadkormiz, tinch bo'lsin osmonimiz, biz vatan posponimiz. Muqaddas tuprog'imiz, biz vatan posponimiz, avlodlari baxtiyor, ajdodlari madadkor, kelajakka Allohor, tinch bo'lsin osmonimiz, biz vatan posponimiz. Barakalla bolajonlar, yashanglar. Juda chiroyli she'rlar, vatan haqida she'rlar. Endi raqamlar raqsiga beramiz o'quvchilarimizni. Marhamat bolajonlar, raqamlar raqsi. Raqamlar bir kuni jam bo'ldi. Birdan tortib 9ga qadar. Eng birinchi bo'lib bir keldi. Eng so'ngidan 9 darbalar. Nolni taklif qilmadilar ham. Buni raqam bilmadilar ham. Maqtandilar rosa o'zaro. Kelib chiqdi oxir mojaro. Raqamlar boshimdan berdi. 9 o'rdek ko'ksini yardi. 7 esa sirliman dedi. 6dan qolishmas edi. 8, 5, 4, 2 hamda 3. Maqtandilar ne so'z bo'lsa tush. Xullas kalam eng kichik bo'lib, 2dan ham teng kichik bo'lib, bir sharmanda sharmisor bo'ldi. Barcha raqam ustidan kuldi. Shu bayt nogoh nol kelib qoldi. Bir uni shart yoni
onaga oldi. Shu yo'l bilan o'ngga aylandi va ayolsiz jarkash aylandi. Hamma nonni yoniga tortib, uning qadri qimmati ortdi. 9 mahkam ushladi nonni, 90 bo'ldi ko'ring bu holni. Shunday qilib nol talash bo'ldi, raqamlarga qiymat bosh bo'ldi. Shoyat manzur sizga bu qissa, ushbu erur qissadan hissa. Kamsitmang hech cho'pni xasni ham, tashu kesak baland tasni ham. Yetti emas ming o'ylab so'yding, nol bo'lmasa ming ham birga teng. Bundan oldin xasta bo'lmang degan qo'shiq bilan dilingizni ranjitib qo'ymagan bo'lsak, oxirida raqamlar raqsini qo'yib yubordik. Ozgina bo'lsa-da kayfiyatingiz ko'tarilishi uchun ota-onalar. Hurmatli mehmonlar, aziz ustozlar va qadrli ota-onalar. Bugungi bayramimizning eng katta bezagi bolajonlarimizning quvonchi samimiy chiqishlari va beg'ubor tabassumlari bo'ldi. Ular bizga baxt va quvonch ulashdilar. Barchangizni tashrifingiz uchun katta rahmat deymiz. Kirib kelayotgan yangi yil xonadoningizga tinchlik, totuvlik va har doim quvonchga to'la bo'lsin. Omad hamisha baxt tark etmasin xonadoningizni deya, barchangiz bu yerda bayram tugagani bilan uyimizda davom etadi. Ertangi kelayotgan yangi yil hammamizga quvonch olib kelsin. Endi bolajonlarimizni davramizga taklif etamiz. Ozgina guvohnomalari bor, shularni tarqatamiz. Endigi so'z navbatini yakuniy qismni maktabimiz psixologi Dilbarxon oyamizga, O'rinova Dilbarxon oyamizga beramiz. Marhamat oya, davramiz sizga. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar, bolajonlar, bugun ajoyib tantana, mana ko'rdingiz. Bolajonlar eshitamiz. Hurmatli ota-onalar, mana farzandingizni 4 oygina bilimlarining samarasini ko'rdingiz. Sentabrda bolangiz kelganda qanaqa ahvolda edi-yu, bugungi mana shu savodxonlik bayramidagi mana faoliyatlarini ko'rdingiz. Bolangizni hammasi deyarli qatnashdi. Bu eng katta baxtimiz. Demak, birinchi kunda kelganda bola o'tirishni ham bilmasdi, yozishda hattoki bir yurishga ham tartib qo'ydagi mana shu ustozlari, sinf rahbari, yordamchilar yordamida mana shu tartibga keltirdik. Ilohim omadlaringni bersin. Doimo mana shu farzandlar orqasidan faqat yaxshi gaplar eshitadigan bo'ling. Ustozga birgalikda yordam bering. Doim maktab bilan hamohang tarzda mana shularni, mana shu bugungi chiqishlarini ko'rmasam, men bular mening farzandim. O'zimniki ushlab bo'lsa, bularga doim duo qilaman. Ichim qanaqadir bir lovillab ketdi. Mana 4 oylik mehnat samarasi. Buni endi siz bilishingiz kerak. Bu yerda albatta ustozni mehnati juda ham katta. Rahmat aytishingiz kerak. Bolangizga ham doimo mana shu narsalarni uqtirishingiz kerak. Hammangizga omad. Mana bugungi bolajonlarimiz bular ko'ryapsiz, ko'zi yonib turibdi. Bular qachondan beri tayyorgarlik. Hammangizni farzandingiz faol ishtirok etdi, rahmat aytamiz. Meni bitta iltimosim, doimo mana shu maktab bilan hamkorlikda, ustozlar bilan fikrlashgan holda doimo bir faol bo'lib, rag'batlar beraylik, bir taqdirlaylik. Ana shunaqa narsalar bilan sizlar ham o'zlaringiz fikrlaringizni bildirib, mana shunaqa bayramlar bo'lsin. Yangi yil hamma xonadoniga bir yaxshilik, tinchlik, baxt, omad olib kelsin. Bolajonlar, bugun xursand bo'ldikmi bayramdan? Birinchi asrimidik. Qorbobo yoqdimi sizlarga? Barakalla. Ota-onalar ham albatta xursand bo'lishgan bo'lsa kerak.
Gulnoza ham endi mana taqdirlash marosimimizdan kutib qo'yamiz oxiriga yetib. Rahmat oya. Maktabimiz ustuni bo'lgan oyamiz hammamizga doim nima ish qilsak ham bizga doim o'rnak bo'ladigan ustozimiz. Sizga boshimiz yerga tekkincha ta'zim qilamiz oya. Rahmat. Hurmatli bolajonlar, hop bu tadbirda oyasi bilan qo'shib men ham birga repetitsiya qildim desam ham bo'laveradi. Bu sinf bilan meni xonamda devori bir devor. Nima bo'lsa hamma narsa menga eshitilib turadi. Oyasi ham chiqib hijolat o'qib ketadi. Chiqmang, hijolat bo'lmang. Mana shu bolalar mazza qilib tayyorgarlik ko'rib, mazza qilib o'ynasin deyman. Hop, sizlarga ham avvalambor rahmat, ustozga ham rahmat. Mana shunday hamnafas bo'lib, bir tana bir jon bo'lib, mana shu farzandlarimizni mana shu darajaga olib kelishibdi. Rahmat aytamiz, bolajonlarimizga ham rahmat aytamiz. Endi mana shu bolajonlarimizga hop savodxonlik guvohnomamizni topshiramiz. Qorbobolarimiz sovg'asi bilan birgalikda. Savodxonlik guvohnomasi. Aziz o'quvchim Qodirov Lazizbek, sen eng birinchi kitob alifbeni o'qib tugatib, hamma harflarni o'rganib olding. Endi sen vatan, ona kabi eng ulug' so'zlarni o'qiysan va yoza olasan. Yodingda tut. Ushbu savodxonlik guvohnomasini sohibi doimo a'lo o'qishi, namunali xulq egasi bo'lishi kerak. Azizlik, mana shu guvohnomani senga taqdim etamiz. Doimo esingda turing. Babamizni sovg'asi bilan keyingi mana shunday guvohnomamiz Abdullayeva Madina Bonuga beriladi. Qani Madina Bonu? Qodirbobomiz sovg'asi bilan Muhammad Qodirov va Fotimaxonga mana shu guvohnomamiz beriladi. Abdumannob va Farangizga ham mana shu guvohnomamiz taqdim etiladi. Qodirbobomiz sovg'asi bilan Haydali va Isozoxonga ham guvohnomamiz taqdim etiladi. Qodirbobomiz sovg'asi bilan Yo'ldashali va Marjonaxonga ham ushbu guvohnoma taqdim etiladi. Qorbobo sovg'asi bilan Muhammad Qodirov va Zuhraxonga ushbu guvohnoma taqdim etiladi. Sovg'alar bilan Habibullayev Mustafoga beriladi ushbu guvohnoma. Eng aziz o'quvchi Mustafoyeva. Abdullayev va Isodoxonga ushbu guvohnoma taqdim etiladi. Sovg'asi bilan Ahmad Aliyev Muhammad Aliga ham ushbu guvohnoma taqdim etiladi. Sovg'asi bilan Ilhomjonov Ibrohimjonga ham ushbu guvohnoma taqdim etiladi. O'quvchimiz ham aktiv o'quvchimiz ham barakallah. Abdunasirov Sardorbekka ham ushbu guvohnoma. Barakallah, Sardorbek ham zo'r ishtirok etdi bugungi tadbirdan. G'ulomjon va Muniraxonga ham ushbu guvohnomamiz taqdim etiladi. Barakallah. Shavkatjonov Said Azimbekka ham ushbu guvohnomamizni taqdim etamiz. Barakallah. Bahriddinov Mustafoga ham ushbu guvohnomamiz taqdim etiladi. Barakallah. Men ishongan o'g'lim bu, Mustafa. Abdusattor va Hayotxonga ham ushbu guvohnoma taqdim etiladi. Barakallah. Tursunaliyev Nuriddinga ham ushbu guvohnoma. Barakallah Nuriddin. Sovg'angiz Qorbobodan. Ilhomjonov Erkinboyga ham ushbu guvohnoma. Barakallah, sayyiqlaringiz. Yaqubjonov Azizbekga ham ushbu guvohnoma. Azizbek, charchab ketmadingmi?
Az bolajonlarim, mana sizlarga yaxshi o'qiganlaring uchun, mana shu 1-sinfni harflarni alifbiy bayramini yakunlab, yaxshi xulq bilan odobli bo'lganlaring uchun mana shu maktab ma'muriyati tomonidan ushbu guvohnomalar sizlarga taqdim etildi. Sizlarga yangi yilda yana bir omad tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi sizlar bilan xotirjam nimani yozishni o'rgansak, o'qishni o'rgansak, bemalol sizlar uddasidan chiqadigan darajaga yetdilar. Bu qiyin, mashaqqatli yo'lda Dilnozoyamizga ham rahmat aytamiz. Dilnozoya charchamang. Doimo mana shu bolalaringiz bilan hamnafas bo'lib, ota-onalar bilan birga mana shu bolalarni 4-sinfgacha Xudo xolasa birga ishlab, birga ta'lim-tarbiya berishdan charchamang, kasal bo'lmang, bemalol maktabda faoliyatingizni olib boring. Ota-onalarga ham ming rahmat. Dilora, ota-onalarimizda ham so'z bo'lsa, marhamat, davraga taklif etamiz. Endi bolajonlar, Qorbobomizni kuzatib qo'yamiz, chunki boshqa joyda ham xuddi shunday tadbirlarga borishlari kerak. Qorbobo, rahmat sizga ham. Bolajonlar, xayrlashamiz Qorbobo bilan. Endi yakuniy qismda ota-onalarimizga so'z navbatini beramiz. Dilnozaxon va shoiraxonlarga beramiz. Marhamat. Bolajonlarimizga o'z fikrlarimizni aytamiz. Assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz nabiralarimizda, aziz ota-onalar, avvalambor hammalaringizni shu kirib kelayotgan yangi yil ayyomi bilan tabriklayman. Hammalaringni xonadonlarga tashrif xotirjamlik bo'lsin. Men bugun shunaqa haligi quvonchdaman, shu ichim qaynaganda sizga chiqardim. Men shu nabiram Sardordekni orqasidan chiqdim. Avvalambor mana ustozlarga, mana maktabdagi hamma ustozlarga sog'lik, salomatlik, umrlarga umr qo'shilsin, ilmlarga ilm qo'shilsin. Hamisha bularni oldida ta'zimdamiz. Mana shu Dilnozaxon qizimga ham uzoq umr tilayman, sog'lik, salomatlik tilayman. Ishlarida omad tilayman. Hamisha xonadonda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Mana shu bolajonlarimiz kelajakda olim bo'lsin, qizlarimiz olima bo'lsin, el yurtiga foydasi yetadigan yigit bo'lsin. Mana shu onadan keyin ustoz turadi degan gapga men bugun shunaqa haligi qildim. Haqiqatdan ham shu nabiram Sardordek shuncha raqslarni, she'rlarni yodlaganiga shunaqa xursandman. Buni til bilan ta'riflashga nima bo'lib turibman. Shu bolajonlarimiz birinchi bo'lsin, shu yurtimizga, qishlog'imizdan hokimlar chiqsin, el yurtiga yarag'ich, yurtga yarag'ich olimlar, yigitlar bo'lsin. Endi hayajon kuchli, shu oyamizga ham rahmat, umrlar uzoq bo'lsin. Hamisha el oldida aziz va mukarram bo'lib yuringlar. Rahmat qizlar, hammalarga rahmat. Rahmat. Tasdik qilamiz, bolajonlar. Assalomu alaykum aziz ota-onalar va ustozlar. Mana shunchalik qilib bolalarimizga tarbiya berganlaringiz uchun kattakon rahmat. Kelajakda bu farzandlarimiz yurtimizga xizmat etadigan katta insonlar bo'lib yetishishiga tilakdoshman. Shu yerdagi shu ustozlariga va qolaversa shu maktabning direktori ayamizga ham kattakon rahmat. Hammalaringizga umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hammalaringni kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Ularlaringizdan hamisha omad yor bo'lsin. Quvonch ketmasin. Hammalaringga kattakon rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu fayzli maktabga yig'ilgan aziz ustozlar, ota-onalar, hammalaringiz xush kelibsizlar.
Mana bugun biz barchalaringga ma'lum savodxonlik bayramiga yig'ilgan ekanmiz. Fursatdan foydalanib men mana shu bolajonlarimizga uzoq umr, baxt, saodat tilab qolaman. Ilohim kelgusida solih insonlar bo'lsin, komil insonlar bo'lsin, muhimi el yurtga foydasi tegadigan insonlar bo'lishiga tilakdoshimiz. Mana shunday chiroyli bayramlarni uyushtirgan ustozlarimizga, birinchi o'rinda maktab direktori Gulnozaxon oyaga, oyadan biz doim minnatdormiz. Umringiz uzoq bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Gulnozaxon oya, sizga ham barcha ota-onalar, onajonlar nomidan chuqur minnatdorchilik bildirib qolamiz. Chiroyli qilib o'tkazib bergan Gulnozaxon oya, sizga ham umringiz uzoq bo'lsin. Hammalaringga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Kelayotgan yangi yillaring muborak bo'lsin. Yangi yil barchamizga baxt, omad, muhimi barakatli kelsin. Xush kelibsizlar. Rahmat ota-onalarga ham shunchalik chiroyli tilaklar uchun kattadan katta rahmat aytamiz. Ona bor, hayot bor. Ona bor, hamisha mehr muhabbat bor. Yangi yil bayramingiz yana bir bor muborak bo'lsin deya Dilnozaxon ustozimizni davramizga taklif etamiz. Marhamat oya. Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu yerda yig'ilgan aziz ota-onalar, muhtaram ustozlar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Bolajonlarim, bayramimiz yaxshi o'tdimi? Yoqdimi? Yashanglar. Bulardan kelajakda albatta buyuk insonlar chiqishiga tilakdoshiman. Mana shu davrani tashkil qilgan, yordam bergan ustozlarga ming rahmat. Dilnozaxon siz ustoz oyamizga ham katta rahmat. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Ota-onamiz shunchalik haliga qilib bolalariga ayamasdan mehr berib she'rlarni yodlatishdi. Bizga menga yelkadosh bo'lib qarashdi. Ularga ham kattadan katta minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ilohim umrlaring uzoq bo'lsin. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Mana shu bayramni tashkil qilgan hammaga katta minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Rahmat ustozlar. Rahmat ustoz. Ustozimiz juda hayajondalar. Ustozlarga hammamiz ota-ona kabi, ota-onalarimiz, ustozlarimiz ikkalasini bir qadar olib ketib, boshimiz yerga tekkuncha ikkalalariga ham ta'zim qilamiz. Rahmat ota-onalar sizlarga ham. Ozgina bo'lsa-da qimmat vaqtlaringni ayamay kelganlaring uchun rahmat. Endi ommaviy raqsga ota-onalar farzandlaring bilan bitta ommaviy raqs shu qo'shiqqa o'ynab berasizlar. Marhamat davra sizlarga. Aylanib qadrga kelamiz birga Yoningdan ketgin emas Maktab cho'milib oqsana turga Mast ayladik, sarmast ayladik Mening yuragimdan shuni joyladik Mast ayladik, sarmast ayladik Mening yuragimdan
Tomorrow morning, yo, tu pene. Men Qahar va Dilnoza, Namangan viloyati Mingbuloq tumani 51-maktabning 1A sinfiga dars berib kelaman. Shu faoliyatni olib borganimga mana 4 yil bo'lyapti. Birinchi qaldirg'ochlarim 2018-yilgi o'quvchilar edi. Bular endi hozir katta bo'lishib, bitirib 5-sinf bo'lishdi. Men yana 1-sinfni oldim. Ikkinchi qaldirg'ochlarim mana shu guruh 1A sinf guruhi bo'ladi. Bu bolalarning katta bo'lib kamol topishlariga ilohim katta prezidentlar bo'lib yetishib, jurnalist bo'laman deyishadi. Katta kasb egalarini bo'lishiga tilakdoshiman. Bu bolajonlarimni kelajakdagi ishlariga omad va zafarlar tilab qolaman. Ilohim katta martabalar erishishlariga ota-onalari ham birgalikda ko'rishishini tilakdoshiman. Men ham o'sha joyda yuksak marralarga erishganimda 51-maktab o'quvchisi deb faxrlanib yurishni xohlayman bularni. 1A sinfda men o'qitib turganimda ham juda ham mamnunman. Chunki ularning ichida aqlli, zukko o'quvchilarim juda ham ko'p. Endi ularni kasb tanlashlariga keladigan bo'lsak, hozir yodimga kelganlarini aytib beraman. Masalan, Yakubjonov Azizbek prezident bo'laman deydi. Unga yarasha haligi xarakterida ko'rinib turadi u narsalar. Ko'pchiligi hozir hayajonlanib yodimga kelmayapti. O'qituvchi bo'ladiganlari ko'p, shifokor bo'laman deganlari ko'p, jurnalist bo'laman deganlari ko'p. Juda ham iqtidorli o'quvchilar. Men bu sinfda o'qitib turganimda ham juda ham mamnunman. Bolajonlarim, sizlardan men juda ham mamnunman. Xudo xohlasa sizlardan buyuk shaxs egalari chiqadi. Vatanimizni bayrog'ini ko'klarga ko'tarishlaringga men o'z duolarimda so'rab yuraman. Ilohim bundan-da martabalaring ulug', kasblar egasi bo'lib, qizlar ham, o'g'il bolalar ham, men hamjihatlikni yaxshi ko'raman. Doimo hamjihat bo'lib birgalikda bir-birlaringni qo'llab yuringlar.